Assalomu alaykum Bochka Center obunachilarimiz. Bochkalarimizni assortimentimizda nihoyatda turli tumanidan bor. Yevroko'p bochkalarimiz narxi 700 ming so'm, 750 ming so'mdan qilib beramiz. 2 litrlik temir bochkalarimiz, Siriondan, Kiledan bo'shagan bochkalarimiz, kessa portlab ketmaydigandan beramiz. Nimaga ishlatishingizga qarab turib so'rab olasiz. Bularda tinig'ini tanlab olishingiz 80 ming so'mdan. Bularda ham oz-moz kirgan chiqqan joyi bo'lishi mumkin. Strashniy kirganlari, pachoqlarini narxini 65 ming so'm, 50 ming so'mdan qilib beradiganlarimiz bor. Eskirib zanglab qolganlari. Joyimiz Marg'ilon sentridan Yazovon Namangan tarafga 3 kilometr yurganda katta yo'lda bo'yida. Keyin plastmassa bochkalarimiz ham bor. Plastmassa bochkalarimiz usti yoppasiga bekig'i, oshiq-moshiqlik qilib ochilib yopiladigani, splashni katta qilib ochib berganlarimiz. Bemalol ichimlik suvga ishlatsalar ham bo'ladi, chaqab tozalab ishlatsalar ham bo'laveradi. Sirka solgani, axlat solgani, musor solgani, mana bunaqangi plastik bochkalarimiz bor. Ichiga suv o'tmaydi. Hozirgi kunda yomg'irli kunlarda qoplarga solib qo'yilgani, axlat musor mashina olib ketguncha uyib ketib qolyapti. Keyin bochkalarni ikkiga bo'lib berish xizmatimiz, uzunasiga bo'lib berish xizmatimiz donasiga 20 ming so'mdan bo'lyapti. Qopqog'ini ochilib yopiladigan qilib berishimiz ham 20 ming so'm xizmatimizga qo'shiladi. Kola kanistrlarimiz bor, nihoyatda baquvvat, chidamli, bemalol ustiga chiqib sakrab bolg'ada urib ko'rib olishlar mumkin. Yorilib ketsa pullarini qaytib beramiz. Narxlari 22 ming so'mdan 20 ming so'mdan qilib beramiz. 49 donadan ko'p olganga, 50 tadan ko'p olganga narxini 18 ming so'mdan qilib beramiz. Buni salarga benzin purishlaridan ta'rifini so'rasalar, bemalol aytib berishadi. 20 litrga nisbatan litri kattaroq 30 litrli kanastramizning narxini 13 ming so'mdan qilib beramiz. Kile yuqi qanaqa qilib yuvib ketkazishni bilmayman. Bu vaqtda menda ma'lumot yo'q. Yana bajarni shit uchun qum solgani bochka olishlar mumkin. Har xil chiqindilarda bochkalarda saqlaylar, qog'oz chiqindi, metal chiqindi, boshqa chiqindilar, suv, zaxira suvga, plastik chiqindilar. Bularning hammasini oftoga chidami yaxshi, muzlamalarda yorilib ketmaydi plastmassalarimiz. Temirga suv qo'yadigan bo'lsangiz, tayi biroz muzlamada ishib qolishligi mumkin. Haliginda aytib o'tgan 65 minglik bochkalarimiz videoda skachat qilib olib, bemalol to'xtatib ko'rishlari mumkin. 50 ming so'mlik aytgan bochkamizning holati mana bunaqangi. Eskirib zanglab qolgan. Dastlabki xizmatlarimiz kelishilgan holda Marg'ilon ichi 50 ming so'mdan olib borib beramiz, Farg'ona taraflarga 100 ming so'mga olib chiqib beramiz. Damas avtomobiliga 5 ta olib ketishlari mumkin. O'zlaringda Damas bo'ladigan bo'lsa, Gentra, Cobalt, Lacetti, Tracker, Malibu bu mashinalarda orqa sidenasini shunday yotqizasizda, suyanmaydigan tarafingiz. Bemalol akkuratlik qilib olib ketsalar ham bo'ladi, bemalol yuklab beramiz. Yo'l kirasizlarga o'zlaringda bo'lib qoladi. Qo'shimcha qilinmaydi. 28 dona olinsa shu 80 minglik, 65 minglik, 130 minglik bochkalarimizni 40 kilometrgacha dastavkasini tekin qilib beramiz. Kimga yoqqan bo'lsa like bosinglar, zavod egalariga, ishlab chiqaruvchilarga, kimga zarur bo'lsa jo'natib poddeshka qilib yuborasizlar.